Darmanda qilib qo'ymaysizlar, bolajonlar. Dostonbekning yuzi ijtimoiy tarmoqlarida boshliq, asl boshliq bu yerda. Marhamat, boshladik. Oysinga jonim bilan tabandaman, mehri ravshandil bekin tabandaman, mehri ravshandil bekin tabandaman. Ko'rgali izim gulistonim ko'zim, zavq birla gul bekin burxandaman, zavq birla gul bekin burxandaman. Tasanno. Rahmat. Tasanno. Nimagadir yigitlar o'zi shash sezishmayapti, chunki hali o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yganda faqat bular yonishardi. Bu doston hammasini nima deydilar, qizdirib turardi. Ha, bolalar deb turib, hozir nimagadir shashtirmadi. Yo'q. O'tgan safar kelganda aytdim, Dostonbekni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganimizda boshqacha shijoat yonib turadi, lekin bu yerda qanaqadir hayajon bo'lyapti, nima bo'lyapti? Sababini men bilaman. Nima? Sababi o'zini davrasida ochiladi-da, endi ustozlarning davrasida hayajon bo'ladi. To'g'rimi Dostonbek? Tarbiya ko'rgan yigitda bu yigit va yana